Assalomu alaykum ijtimoiy kuzatuv obunachilar, tadbirkorlar. 16-iyul kuni ortilgan magazinimiz Samarqand viloyati Nurobod Sazag'an mahallasiga olib kelib qurish jarayonlari boshlandi. Mana magazinimizni quryapmiz. Bugun 18-iyun. Magazinimiz qurish jarayoni. Nasib bo'lsa, ertaga 19-iyun kuni o'z egasiga topshiramiz. Bu magazin razmeri 10 metrga 4 metrli magazin. Mana ichki qismlari svet montajlarini polna qilib oldik. Devorlari MDF 1.6 svet montajlari polna bo'lgan. Ichki balandligi 250, tashqi balandligi, tashqaridan balandligi 320. Mana ishlarimiz ishlayapti. Oynalar qo'yish jarayoni. Mana bu ustamiz polkalarni beryapti. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, sog' bo'linglar. Samarqand Nurobod Sazag'an mahallasidan